Bu saatlik dersimizde olsa Android'deki yani köp işlenen hukumlardan birisi library'ni so'zlaymiz. Endi biz library deganni project qurgan chaqda masalan lib deb qo'yay. Project qurgan chaqda ya qaraydigan bo'lsak, ikkinchi bosqichga borgan chaqda bu yerdan make this project as library deb mishni tanlab qo'yapmiz ya. Mishni tanlab qo'yib qurgan chaqda mishning ichidagi zigalni yoki bo'lmasa resurslarni yoki bo'lmasa Java arqal library biz boshqa projektlarda ishlatilamiz. Masalan, men yerga ma projektningki men propertiesdan qaraydigan bo'lsak, men propertiesdan masalan mana bu text tanlayotgan ekan. Men qaraydigan bo'lsak, ma is library degan tanlaqliq. Bu tanlaqliq bo'lsa nimani bildirdi desanglar, mushu navbatdagi Android project Android project library project boshqa masalan boshqa nimalarga qo'shib ishlatilib bo'ldi degan so'z, boshqa projektlarga ergashtirib ishlatilib bo'ldi degan so'z. Endi bir library projectniki bir yaxshi yeri mishning ichidagi masalan ziyolarni biz bir qancha projektlarda ishlatilamiz degan so'z. Masalan hozir biz sinab baqsak, masalan com direct view deb sinab baqayman, view deb sinab baqay. Bundan so'ng mishning ichiga men text masalan direct yoki bo'lmasa text view deb bir tal text view yozib olsam, masalan bundan so'ng bu o'zimning text view bo'lsa extend this text view desam, mana extend this text view desam mushnaqa munosablik text viewga mushum text viewni biz bir qancha projektlarda biroq o'rtaq ishlatamiz. Bundan so'ng bu text viewga biz fontni birli yerda tanishib qo'ysak, boshqa yerlarda fontni yana qayta tanishib yurishning hojati yo'q. Hamma projektlarda o'rtaq ma'noda. Agarda biz kunlarni birda mush text viewda ma'lum bir bug'larni bayqasak, mushu bir text viewdagi ya'ni mushu bir projektga mushu bir text viewni o'zgartirish orqali biz boshqa projektlar barliq o'zimizdan bundan burun qirgan projektlarga shu bug'larni hammasini bir joyda tanishib olamiz degan so'z. Bundan ma'nikiga masalan meniga private void init view deb yozsam, meniga context text deb yozsam, bundan so'ng meniga shu navbatdagi projektda men faqat uyg'urcha fontni tanishib qo'yaman. Bundan so'ng meniga yana bir layer kodini kirib direct tools deb qo'yaman. Tools degan bo'lsa buni ichiga men classni global degan classni bundan so'ng biz global nima qilamiz degan joyda public static typeface yoki bo'lmasa oldiga u deganni qo'shib qo'ysak, typeface degan festival deb qaraymisak, undan so'ng biz bu yerga kirgan chog'da if nima globalning ichidagi typeface null bo'lib qolsa, chog'da masalan bu yerga try catchni qo'ying. Try catchni qo'yganlikka agar null bo'lib qolsa, bu chog'da global gar typeface nima tushib qo'ying. Typeface nima get set manager context gar get set mesela niyege mesela fontun ismini yazsam mesela ma'lum bir fontni biz olsak Ondan sonra ekran çekip tip yapılıyor.
def deb yozib boqay mana. Unda olsa davomli mana keyniga this there set typeface bo'lsa shu global yer bu typeface olsun. Endi nemishga mana yana bir hukm paydo bo'ldi. Nemishga globallashtirish vizualni zarqitni şey hisoblanadi. U bir ziyon isrofchilik. Agar men globallashtirish biz static deb birini qurib olsak, joyda ko'p proyektda faqat birli deyisham paydo bo'ldi deymiz. Biz 1000 tekstni qurib olsakmi, u faqat birli qitim tushqa qilib neyshunda birli deyisham paydo bo'ldi. Agarda biz shunda global qilib ilomay har qitim tekstni qurgan joyda birdan qilsak, masalan birini qurib olsak, bu joyda bu bir ziyon isrofchilik deysiz. Android yozgan joyda Androidda kod yozgan joyda shu neysini alayda kontrol qilishimiz kerak. Nimishga aytsam telefoniga neysini isrofchilikni keltirib chiqargan mishiga kodlarni bir ikki qur ortiq yozib qo'ygan sababli shu neysini isrofchilik kelib chiqib degansiz. Shularni oldini saqlab deysiz. Endi biz tekstni qurib oldik, tekstni qurdik. O'xshash usul bilan yana men shu tekstlar masalan button deb o'zgartirayman degansiz. Button deb o'zgartirayman degandek. Mesela bu yerga button deb o'zgartgandan extends bo'lsa button. Tushunami? Button bo'lsa, bu yerdami buttonniki buttonning typeface'ini uyg'urcha qilib degandek bunda qurib oldim bo'lsa, mana qurib oldim. Undan boshqa men bu yerga davomli turda yana activity-ni qura olaman. Men masalan bu yerga com zerek masalan UI deb birini qurib qo'ysa, buning ichiga men o'zimniki base activity deb muqim activity-ni qura olaman. Activity extend masalan activity deb Python'dagi activity-ni qilib buning ichiga men bir qancha funksiyalarni yoza olaman degansiz. Masalan public void masalan get yoki bo'lmasa masalan public int add deb bir funksiya yozib qo'ya, addi qilib int a int b deb qo'ya. Hamki bu funksiya masalan return a b deb yozib qo'ya. Shunga o'xshash activity'larni qura olaman degansiz. Unda olsa bu masalan demo biri bu library bo'ldi. Unda olsa buni qanday ishlatimi degan joyda masalan masalan nega demo project library nima to'g'rimi xatami uqmadim gapni. Andiki men nega library project deb qo'yay. Anani farqlantirish uchun nega direktay ma'lumot o'tkazilgan. Bu joyda miyada biz tanlamaymiz, mana tanlamaymiz. Create activity qism andiki miyadan mesela empty activity bo'lsa cancel demo bir quroldi. Qurib olgan ekan bunda olsa o'zimizniki libraryni qanday akirmiz degan joyda qarang. 10 knopkani chekib propertiesni shu navbatdagi projektni akirmoqchi bo'lgan projektni 10 knopkani chekib propertiesdan ba'zi propertiesdan Android degan tanlaymiz. Androidni tanlab ostidan qaraydigan bo'lsak, library deb turdi, library deb turdi. Mush library degan yerdan add deganni bosamiz. Add deganni bilsak, navbatda o'zingizniki musha workspace'da bor bo'lgan librarylarning tizimligi chiqadi. Shundan o'zimizga tanlamoqchi bo'lgan libraryni qo'shib chekib yoki bo'lmasa
shading knopkasini OK knopkasini bosib tanlayman. Agar to'g'ri akrilgan bo'lsa, unda oldidagisi to'g'ri belgisi bo'ldi. OK ni bosgandan keyin demak kirdi degan so'z, kirdi degan so'z. Unda kirgan ekan, zal qanday bilamiz degan joyda, men unda ma'noga miyaga base activity deb baqsam bo'ladi. Base activity. Nima? Base activity deb qaraydigan bo'lsak, buni Chrome Xerox UI ning ostidagi base activity deydi. Unda shunga zada add degan funksiya bormi, yo'qmi? Qaraydigan bo'lsak, buni add degan funksiya chiqdi. Agarda shunga activity ni o'zini qilib qo'ysam, men burun sistemdagi activity ni qilib qo'ysam, bunda add degan funksiya chiqmaydi. Mana add degan funksiya chiqmaydi. O'zimizniki base activity ni kirgan chog'da anandiki bunda add degan funksiya chiqib degan so'z. Mana int b deb funksiyani nerdan kelganligini chiqib ko'rsatib beradi degan so'z. Bu Java qismidagi shart. Shunda esa mana shu view qismiga kelgan chog'da biz yana o'xshash usul bilan masalan Chrome Xerox view ticket text view void text view nima void text view orqali biza navbatga shu nimani chiqara olamiz degan so'z, o'zimizniki viewni chiqara olamiz degan so'z. Endi do'stlar, men niyaga salom dunyo deb do'stlar men niyaga yozib baqay. Do'stlar, men shuni ijro qilib baqay. Agarda shuni normal Uyg'ur tonisa, normal Uyg'ur ham normal ko'rinsizlar, bizniki project normal bo'lgan bo'ldi degan so'z. Library normal bo'lgan bo'ldi degan so'z. Şunu katı kozlatmasak olmakta ya. Belki adamın bunları kaldı. Şu adam var mı katı kozlatmasak? Madem de icra kılsak biz bayatını monitide acaba tutar. Güzel mi ha? Salam dünya da çıktı ya, neydi? Çıktı. Lekin qaraydigan bo'lsak, bu font tonida, Unda esa biz buni logo qarab baqaylik. Logo qarab baqaylik. Logo qarab baqadigan bo'lsak,
Nimik fontonma deydigan chog'da ACZ kini, ya'ni ACZ ning ichidagi mazmunni bu library'dan topolmaydi, library'dan topolmaydi. Cho'qim ACZ ning ichiga qo'ymoqchi bo'lgan mazmun cho'qim bosh proyektda turishi kerak, bosh proyektda turishi kerak. Ya'ni ama bizniki bosh proyekt ma'vo mo'shnonda turishi kerak. Bu endi library'niki bu diqqat qilgan. qaraydigan bo'lsak endi mana font normal to'nib chiqdi ya buniki endi cho'ng qilsak yani cho'ng chiqdi ya. Endi undan boshqa bu yerga har xil laylanima biz ishlatalaymiz deysiz, public laylanima. Undan boshqa RESTning ichidagi, ya'ni biz doim masalan launcher yoki bo'lmasa miyaga masalan ma'lum ko'p ishlatadigan masalan battonniki har xil battonlarniki degandek ko'p ishlatilgan zo'rlarni mishaga yozib biz ishlatalaymiz degan so'z. Andan keyin yana bir ishlatsalar masalan library'ni cho'qim jichon qilmaymiz degan, jichon qila olamiz degan so'z. Ma bir library unda olsa men yangidan birini quray. Demo lib 2 da ya. lib 2 da. Buniki mesela 4 degandek miyavlik non yo'lini buniki buni men library 2 ni mana qo'ysam masalan library 2 ni ma biyot library 1 ga men atqib ekralayman. Buni atqib ekirsam masalan library 2 ga men yoki bo'lmasa bunaqa men bir hujjat tashlab qo'ysam ma'u amalba ma'u libs ni ichidagi jarni biz amalba cho'ng to'qimasligimiz kerak. Agar cho'ng to'lab qolsa bu bir-birini yeb yoki ba'zi xatoliklar chiqadi. Shuning uchun men library 1'dekini men o'chirdim. Chunki library 2 deb aytdim. Ma'u endi bunda bir xil jichon shaklini ma'uda, ya'ni ma'u eng cho'ng projekt bo'lsa, ma'u ikkinchi projekt bo'lsa, ma'u uchinchi projektda, ma'u uchinchi projekt library 2. Ya'ni ma'u li 1, shunami? Ma'u li 2. Ma'u demo deb qo'yiladi, demo deb qo'yiladi. Dosa ma'nodagi barliq hujjatlarni ma'u o'z ichiga oladi. Ma'nodagini ma'u o'z ichiga oladi. Demak, unda olsa ma'uni ma'ni o'z ichiga oladi degan so'z. Ma'uni ma'ni o'z ichiga oladi degan so'z. Buni qanday sinaymiz degan joyda men miyaga unda olsa bir tal layout qursam bo'ldi. Masalan, test deb qo'yay. Test deb bir layout quray. Layout qurgandan keyin, qurib bo'lgandan keyin men unda olsa mushu proyektga, ya'ni o'zimizniki bosh proyektga layoutga menda olsa qaraydigan bo'lsak mana test deb chiqdi, test deb chiqdi. Demak, mushuni beraldik degan so'z, biz bu beraldik degan so'z. Rost berdikmi, mushuni ichiga masalan shital battonni men tashlablar. Mishni ichiga men battondan shital tashlablar ko'rib baqsaq bo'ldi-ku. Masalan, saqlayotgandan keyin qo'zg'atib baqsaq. Qaraydigan bo'lsak, mana shital batton chiqdi degan so'z. Demak, mana ishlatalik deymiz. Undan boshqa mana shu RESTni ishlatalik. Agar mana shu activity qo'ydigan shilab qolsa, activity qo'ydigan shilab qolsa, libraryning ichida cho'qim mana shu bosh project ishlatgan projektda cho'qim manifestning ichiga activity broadcast service ning uchini cho'qim o'shining ichiga o'zimiz qaytadan jo'sa qo'shimiz kerak. Ya'ni nima demoqchi desanglar, men libraryning ichida ma'lum bir activity qurib qolsak, masalan com image masalan kerak ticket tools activity deb yozib qo'ysam, mana tools ning ichidagi masalan activity deb qo'ysam, masalan do'stlar mushning ichiga men mesela image selected activity deb mesela activity deb bir tal bunjulayni yozsam,
hatta gonjilerini bununla mesela extends activity desem mesela extends activity desem bununla çok ben buni cho'qim men library ishkina ichida bo'lsam mushu yerda cho'qim aniqlashim kerak. Mushu yerda aniqlagan chog'da men anadagi buni normal ishlataman degan so'z. Com mesela Android activity Android the name say nega qaraydigan bo'lsak com zirek nega qaraydigan bo'lsak buni chiqdi. Mana shunda buni men bash proyektning ichida aniqladim. Men map demo libraryning ichida aniqlashning hojati yo'q. Bu yerda aniqlasakmi baribir bekor. Bu yerda qoida bo'yicha aniqlamaymiz. Bu yerda qoida bo'yicha aniqlamaymiz. Endi bu shu library projectniki libraryni ishlatishniki endi asosiy usullari shu. Libraryni ishlatganda diqqat qilgan usullar birisiga jarbal cho'ntoq bo'lishdan diqqat qilishimiz kerak. Ikkinchisiga shu manifestning ichiga biz activitylarni aniqlab qolsak, bash proyektning ichidagi manifestga biz cho'qim aniqlashimiz kerak. Activity broadcast degan narsalarni cho'qim aniqlashimiz kerak. Bugungi dars mushaga library to'g'risida so'zlaydigan darsimiz mushaga.